pechga borib tayyor o'tin so'raganlar uchun akalar o'tinni lahmi qup-quruq shuni solasiz. Bo'ldi. Maza qilib assiqda bola chaqangiz bilan yotaverasiz. Hoji tog'a narxi qancha edi buni? 650 oxiri. Oxiri 650 ming. 10 kilometr dastlabkasi ichida qilib berasiz, ha? Uzoqroq bo'lsa qo'shiladi. Uzoqroq bo'lsa qo'shiladi, vodiy bo'ylab chiroyli qilib kelishilgan holatda yetkazib beraveradi. 94lik 497 13 67 ga aloqa chiqarsizlar. O'rikni qup-quruq, ha? Tagi serob. Qancha desalaring bemalol yetkazib berishaveradi. Xo'sh, bunisiga keladigan bo'lsak, narxi 450 ming so'mga sotildi. Qurilishdan chiqqan o'tinlar. Darvozani ochasiz, ishiga kirib. Xo'sh, hammasining narxini yoritib berdik akalar. Bu yerda o'tinlar juda serob ekan. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'yli tumani Yangiqo'rg'on o'tin bozoridan bo'lyapti. Bu narx qancha edi aka? 1 million 300 ming kam bor ekan. Nomer nechi edi aka? 94lik 372 83 99 ga aloqa chiqarsizlar akalar. To'liq videosi Eldor YouTube kanalida bemalol o'tib batafsil ma'lumot olib, o'tinlarni xarid qilishlaring mumkin.